31-dekabr yangi yil arafasida biza qilayotgan ijimni farasini razbor qilamiz bugun. Nimaga degan savol tug'iladi, chunki buni orqa tomoni qora rang. Ko'rsanglar bo'ladi, simi mana bu yerda hech qanaqa paykalasiz, prosta qistirib qo'yiladi. Bu uchun mana bunaqa maxsus joyini bosib, simni sug'urib olinadi. Buni sug'urib olganimizdan keyin mana simi bo'shadi. Endi mana bu yog'ini 19 kulishda bo'shatamiz. Mana shu holatgacha qolgan faralarni ham razbor qilib, buni keyin bo'yayman qora rangga. Ko'rib turganingizdek bo'ldi. Razbor qilib bo'ldim. Mana ajratib qo'yildi. Endi bilan tozalab qora kraskaga sepishga berib yuboraman. Be'tiborli bo'lgan ekanman. Mana bunisi mana boshqa modelliki. Bitta pavorotniki boshqacha ekan. Mana даже shishasi ham boshqacha. Mana bu 3 ta bir xil, bu boshqa. Endi 4-pavorotnikka top kelaman. O'shanda birato'lasi olib borib bersam bo'yab beradi.